Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi degan kitobdagi Nobel mukofoti sohiblari Kyori jamiyati bilan tanishishni boshlaymiz. Onaning tarbiyasida 4 avlod olim yetishib chiqdi. Tuanda Nobel mukofoti sohibi Kyori jamiyatining farzand tarbiyasidagi 10 o'giti so'zlandi. Bu farzandlarini munavvar olim qilib tarbiyalash uchun taraddud qilayotgan ota-onalarga bag'ishlandi. Birinci, maktabda o'qimay turibmi munavvar ixtisos egasiga aylang'ili bo'ladiganligiga ishoning. Ikkinchi, xotinlarning barobar o'tish prinsipini amaliyotda ko'rsatishmi farzand tarbiyasidagi munavvarlikdir. Uchinchi, tabiatda farzandlarning haqiqatni izlash ro'yini yetildirish kerak. To'rtinchi, dada oiladagi ustoz, shundoqla rahbar. Beshinchi, bovlar nevlarni tarbiyalash orqali avlod atlab tarbiya ilib berishni amalga oshirish. 6. Xotinlarning har ikkilisi xizmat qilsa-mu, farzandlar bilan o'zaro ishonch munosabat o'rnatishga ahamiyat berish kerak. 7. Onaning oqartish tarbiyasi intayin muhim. 8. Farzandlaringizda o'ziga tayinish engini yetildiring. 9. Jamiyatning sharpiga varislik qilish va joriy qildirish uchun farzandlarni olim bo'lishga qat'iy majburlamang. 10. İzlanish, o'rganish, so'rash davomida o'zaro munosib keladigan jo'ri tepish. 100 yil muqaddam Kyori ayol Nobel mukofotiga noil bo'lib, ayollar barobarlik ro'yini avj oldirdi. Butun dunyodagi ayollarga umid bag'ishlagan Kyori xonimning shonliq hayoti. Hozir ayollarning ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishining ko'payishiga erishib, hozirgi zamon ayollari o'zlarining tirishchanlik orqali g'alabalarga erishib, jamiyatning e'tirof qilishini qo'lga keltirmoqda. Lekin 100 yil muqaddam ayollarning ijtimoiy o'rni tuvarak bo'lib, o'zi o'ylagan ishlarni xohlagancha qilolmaydi. Bu ijtimoiy tuzum jihati ifodalanib qolmasdan, balki yana ijtimoiy odatlardan ifodalanadi. Bu xil omil dunyodagi keng ayollarning taraqqiyotini bo'g'ib qo'ygan edi. Mushundaq tarixiy orqa ko'rinishda Maria Curie 1867 yil tug'ilib, 1937 yilda vafot bo'lgan. Yanala 2 qitim Nobel mukofotiga erishib, butun dunyo ayollariga umid elib keldi. Ayni yillari ayollarning oliy maktabda o'qishini cheklashdek dahriylik belgilamasi sababidan u oliy maktabda o'qish orzusidan voz kechdi. U vatani Polshadan ayrilib Parijga keldi hamda orzusidagi oliy maktabga o'qishga kirdi. Balki ayni chaqda ayollarning ijtimoiy o'rni tuvarak bo'lg'achqa Kyori xonimning muvaffaqiyati nurg'unlagan kishilarni hayajonga solgan va ta'sirlantirgan bo'lishi mumkin. Maria Curie Rossiya idora qiladigan Polshaning Varshavada tug'ilgan. U balaning kichigi bo'lib, dadasi o'rta maktabda matematika va fizika darsi beradi. Dadasi maktabdan bo'shatilgandan keyin butun oila onasi ijara bergan uyning ijara puli qarashliq bo'lib qolgan. Dadasi uy ijara olgan o'quvchilarga darsdan sir takror qilib berib, qisman turmush pulini topgan. Bala kas qo'shilib kelibdi degandek, Mariyaning oila ahvoli intayin qiyin ahvolda qolgan. Ammo Mariya 10 yoshga kirgan yili onasi o'pka tuberkulyoz bilan olamdan o'tgan. Uning ustiga dadasimi mablag' selishda ziyon tortib, oilasi nihoyatda namratlanib ketgan. Mayli o'tmish yoki hozir bo'lsin, namrat turmush cho'ng jihatdan o'xshash bo'ladi. Ba'zi ota-onalar oila ahvolini bano qilib bolalarini baldurda o'qishdan chekindirib oladi yoki sirtda boshqa ishlarga soladi. Aksicha ba'zilarning oila ahvoli yomonlashgan sari ota-onalar farzandlarini tirishib o'rganishga ilhomlantirdi hamda turli chora-amallar orqali ularga o'rganish fursati yaratib berdi. Shundaq deyishga bo'ladiki, odam namrat oilada tug'ilib qolsa, ota-onalarning pozitsiyasi ko'pincha farzandlarning kelgusi hayotini belgilab qo'ydi. Atrofimizda oila ahvoli qanchalik nachar bo'lishiga qaramay, farzandlarini munavvarlardan qilib tarbiyalab chiqayotgan ota-onalar oz emas. Har qitimliq maktab tizim shaqqi yoki turli material haqlarini topshirilgan vaqtda oila qiyinchiligi bor oilalar boshqalardan pul o'tnelib bolalarining haqlarini vaqtida topshirdi. Bolalar ota-onalarining o'zlari uchun o'qish puli jo'g'lashning osonga tushmaganligini ko'rib, texmi tirishib o'rganadi. Undan boshqa, ular ota-onasining yukini yengiltish uchun jasorat bilan tirishib o'qish mukofotiga erishadi. Kichkidan boshlab beshidan qiyinchilikni o'tkazgan bolalar o'qish bitkazgandan keyin tez xizmatga o'rnashib, ham xizmatlarni astoydil ishlab, jamiyatga yaramli odam bo'ladi. Suyimli azizlar, mushuni o'qitib bir necha savollar esim keldi. Ayrimxonda mendan bolalarni davlat maktabiga o'qishga berish kerakmi va yoki shaxsiy maktablarga berish kerakmi degandek savollar so'raldi. Bu savollarni Turkiyaga qarta, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarga qarta
so'raldi deb o'ylayman. Chunki men Yevropaga chiqib boqmadim. Men vatandan udul Turkiyaga kelib, Turkiyadan boshqa bir yer berib boqmadim. U yoq bu yoqdan anglagan gaplar orqali u yerning ma'rif sistemasi u bu narsalarni men bir narsa demayman, ammo Turkiyaga nisbatan elib aytgan vaqtida buni hamda bek atrofli o'ylashga to'g'ri keldi. Agar imkoniyat yor bersa, shaxsiy maktabda o'qitishni yaxshi bir tavsiya deb qarayman. Ya'ni iqtisodiy sharoiti yor bersa. Chunki shu yaqinqi yillardan buyon burun qanday bilmayman, lekin boshqa bizning o'qituvchilarning uning buning deyishida yaqinqi yillardan buyon davlat maktablarida o'qituvchi yetishmaslik sababidan, masalan, mening ko'rganlarim shu. Ba'zi alayda obdan rayonlar, masalan, boy rayonlar, har qaysi yerlar o'xshamaydi-ku. Masalan, İstanbul'ni ilib bilsaq, İstanbulning Zeytinburnu, Safaköy, Başakşehir, Beylikdüzü har qaysi rayonlarningki siyosatlarda xili cho'ng farq bor. Iqtisod farqiga va ularningki shu siyosiy partiya görüşləri o bu degandek sabablar tüpəyildimi, məktəblərin oxutuş sübutidimi xili jiq farqlar bo'ldi. Əmdə bizning nədə turayotganimiz muhim. Biz turayotgan yerdagi davlat maktablarining o'qitish sifati va sharoiti muhim. Shuning asosan qaror qilsak bo'ladi, lekin umum jihatdan elib aytganda biz Uyg'urlar bolalarimizni ham diniy, ham fanniy jihatdan yaxshiroq o'sib yetilsgan deymiz. Shundaqla bolalarningki sinfdagi savaqdoshlari bilan bo'lgan ijtimoiy aloqasi bizdek yabancı deb, ya'ni chet ellik deb qaraladigan kishilarga nisbatan bolalarimizning chetga qiqilmasligi, azorlanmasligi ota-onalar bek zil nuqtasi bu. Endi shaxsiy maktablarda bolalarga bu nuqtada alohida diqqat qildi. Undan keyin men shaxsan o'zimning his tuyg'ulari shu. Undan boshqa shaxsiy maktabga bir muncha pul to'lab o'qitayotgan kishilar bolalarininki ma'rifiga nihoyat ahamiyat bergan bo'ldi. Ha, albatta ba'zilar deydi, shaxsiy maktabga ba'zi bolalar beklam yiliqidek ashtaq boy bolalar bilan yashab nihoyat kiyim-kechak, ashtaq boylik, pul, telefon, u bu degandek ishlar qildigan bo'lib darsga diqqatini bermaydi ekan degandek gaplarni angladim. Mening taxa bolalarim unda cho'ng bo'lib ketmadi. Cho'ng bolam 3-sinfda o'qiyotdi. Menimcha bu nuqtalarni biz oila tarbiyasida bolalarimizga nimaning qimmatli ekanligini ko'rsatmasak, o'xshash davlat maktabiga bersakmi, ya'ni shunda u daxinga ulab bolalarning oldida cho'ngchilik qila olgan yo'g'on deb o'ylab qolsa, yoki qizlarningki nihoyatda po'chi juraligini yo'g'on deb o'ylab qolsa, yana uning amali yo'q. Bu yerdagi masala bizning oila tarbiyamiz, butun tarbiyaning umurtqisi bo'lib hisoblanadi. Maktab ma'rifi buning atrofiga go'shtlarini, muskullarini, tomirlarini qo'ndiradigan narsa. Shuningga endi biz bolalarimizni masalan mayli davlat maktabiga, mayli shaxsiy maktab beraylikmiz, o'zimizningki kutayotgan orzularimiz, turayotgan yerimiz, iqtisodiy ahvolimizga asosan qaror qilsak bo'ladi. Endi men o'zim bolalarimni shaxsiy maktabga berdim. Undan keyin biz yana bir muhim nuqta bor. Endi yaxshi davlat maktabi bolalarimizning kichik vaqtida nega berishi bilan cho'ngroq bo'lgandan keyin qandayroq yerga berish muhim. Bolalar sal cho'ngib shu balog'atga yetish mezgili qadam qo'ygandan boshlab o'zimiz turayotgan rayonni yaxshiroq bir rayon tanlash kerak. Chunki bolalar u chog'da oiladan chiqib asta-asta atrofdagi muhitning ta'siriga uchraydi. O'zim men cho'ng bo'ldim. Endi ota-onamda mustaqil holatda men bir kishi deb o'ylaydi. Shuningdek o'zi bilan tang tush kishilarning qimmat qarashlari, shu kishilarning orasida, shu bolalarning orasida oraga ilinib voy-voylanish istiki tug'iladi. Nachar bir turkum bolalar atrofida turayotgan bir muhit qilib qolsa, shu bolalarning, masalan, tamaki chekkanini yo'g'on biladigan bolalar to'plami o'ltiraqlashgan bir yer olib qolsa, bu bolalarmi tamaki chekish, ashta yo'g'on po'chilik qilish orqali shu kollektivning ichiga singib, tava bo'lish tuyg'usiga erishmoqchi bo'lib qoldi. Kichik vaqtlarda voy bolam anda mamanda desak, ya degan bilan, lekin balog'atga yetish mezgilidan keyin bolalarimizga ishlar ta'sis bo'lib qoladi. Shu hamda amal bor cho'qim shu ijtimoiy muhit yaxshi, maktablarninki nimasi yaxshiroq yerda bolalarning tarbiyasini sal cho'ng bo'lgandan keyin o'ylash kerak. Butun kuchimiz bilan bolalar tarbiyasi deb davatimiz. Mana hozir Kyuri xonimninkini o'qiyapmiz-ku. Biz Turkiyada nurg'unlarning hikoyasini anglaymiz. Ayni chog'larda shu yog'liq cheklangani uchun nurg'unlarning maktabda o'qimay, aqsdan ashtaq uyda o'rganganligi, masalan, ochiq o'rgatimda o'qiganlik degandek hikoyalarni anglaydik-ku. Ham Kyuri xonimmi shunga o'xshash Polshadan ketib o'qigan ekan-da, bilim olgan ekan.
Ben bu yerda nima demoqchi degan vaqtda bolalarimizni qanchalik mablag' solsak, bu yerdagi mablag' solish faqat pul xarjlash deganlik emas. Vaqtimiz, zehnimiz, aqidamiz, o'zimizning o'rganishiga, o'zimizni kuchaytirishga aytilgan vaqtmi bolalarimizga yaxshi ulgu bo'lish nuqtasidan olib yetgan vaqtida intayin muhim. Mariyaning dadasi dal shundaq odam. U turmushi shuncha qiyin bo'lgan ahvol ostidami bolalarga iliq oila muhit yaratish uchun avvalgidek tirishadi. Shuning uchun bolalar cho'ng bo'lgandan keyin har shanba kuni ochiladigan oila yig'ilishini zinhor esidan chiqarmaydi. Mariya kichik chog'da har shanba kuni kechda dadasi bolalarga dunyodagi klassik adabiy asarlarni o'qib berdi. Oila yig'ilishi bo'lganda o'zi yozgan she'rlarni deklamatsiya qilib berdi. Dadasi bo'sh vaqti bo'lsa, bolalarga sirliq tabiat haqida so'zlab berdi. Mariya bolaning kichik bo'lish sifati bilan dadasining ta'siriga cho'nqur uchraydi. U bolaligida dadasi dars vaqtida ishlatilgan fan texnik tajriba saymonlarga alayda qiziqadi. Mariyaning alayda zehnini yig'ish kuchi va yodlash iqtidori bor bo'lib qolmasdan, balki yana u kitob xolisi bo'lib, mayli darslik kitoblar, she'r to'plamlar, roman va yoki dadasining ilmiy tadqiqot dokladlari bo'lsin, hammasini qo'ymay o'qiydi. U dadasining ta'sirida kichkidan boshlabla fizikaga cho'nqur ishtiyoq bog'laydi. Mariya qo'liga kitobni ilib olsa, real turmushdagi qiyinchiliklarni butunlay unutib ketadi. U dal oilasining iqtisodiy ahvoli nachar bo'lg'achqa, kitob o'qishga shuncha maftun bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. U salomatlik nacharlashganda yuzidagi tuqqanlarning uyiga berib bir mezgil aram oladi. Ayni chog'da Polshada ayollar oliy maktabda o'qisa bo'lmaydi deb belgilama bor bo'lg'achqa, u belgilama 1915 yil bekor qilingan ekan. Mariya oliy maktabda o'qishdan voz kechadi. Aksicha, Aksiya Varshava universitetining davolash kasbiga kirib o'qiydi. Mariya to'liq o'rta maktabni bitkazib, izchil turda oila o'qituvchiligi bilan shug'ullangan hamda 20 yoshga kirgan yili ta'lim o'ngdan kelib Parijga keladi. U Parijga kelgandan keyin oldi bilan tibbiy ilmda o'qiyotgan otasi bilan uchrashadi. Keyin Sorbonne universitetiga o'qishga kirdi. Parij universitetiningki dastlabki nomi Sorbonne universiteti ekan. Mariya olim bo'lishga bel bog'laydi. Shunglashqa u hamisha kutubxonaning chiroqlari o'chgan qadar o'rganish qiladi. Zo'r tirishchilik ko'rsatgachga maktab tarafidan nurg'un mukofot puliga erishadi. 3 yil o'tgandan keyin Mariya bilan Pierre Curie tasoddifiy uchrashib qoladi hamda ikkinchi yili, ya'ni 1885-yili to'y qiladi. Shundan boshlab uning hayot yo'lida yangi yo'l ochiladi. Agar Mariya Curie ayni chog'dagi nomrodlik yoki Polshaning ayollarning oliy maktabda o'qishini cheklash belgilamasiga bosh ekkan bo'lsa, Curie xonimning nomi tarix betidan mangu o'rin olmagan bo'ladi. Uningdan boshqa, u yana yo'ldoshi Pierre Curie bilan tasodifiy uchrashib qolmagan, ikkisi o'rtaq jon tikib tirishmagan bo'lsa, Nobel mukofotiga erishishimi mumkin bo'lmaydi. O'sha yerda shunday bir narsa nima qilib qoldik. Bizda bir Xitoylardagi gaplar ba'zi ta'sir qildi bizga. Masalan, bir gap bor, dunyoda 3 xil odam bor. Birisi birisi ayol, yana birisi ayol doktor debchi. Bu deganlik u ayol kishiga o'xshamaydi, kishiga o'xshamaydi. Ashtaq bo'lib qoladi. Qizlar bek o'qisa loyiq topolmaydi va yoki o'qish nimasi qanchalik oshgan sari atrofidagi loyiqlar ozlab ketadi. Andaq degandek gaplar chiqdi-chu. Shu masalan, aspirantlikdan doktorlikda o'qish mezgilida avval to'y qilib, andan keyin o'qish kerak, u bu degandek shunday gaplar bo'ladi. Ammo bu gapni xato demoqchi emas. Ammo shu aldirab-saldirab qilgan bilanmi yana baxtli bo'lmagan ahvollar bo'lgan. Demakchi o'g'limda bu nuqta albatta avval o'zimizningki niyatiga, qarorlariga, Allohdan qilayotgan duolarimizga va bizning qilayotgan sabablarimizga nurg'un jihatga bog'liq bo'ladi. Lekin bu biz tanlash doirasi ichidagi taqdir muallaqi kirdigan bir narsa, to'y. Curie xonimninki shunday tirishib, o'ziga o'xshash tirishadigan kishi bilan uchrasha olishimi, uningki shu niyati shunday men olim bo'laman, mushtaq deb mangan bo'lg'achqa shunday. Qizlarimizni tarbiyalagan vaqtida to'g'ri ularga oilaning muqaddasligini his qildiramiz. Kichik chog'larda qo'nchoqlarni beqib, bola beqish, onalik tuyg'usini yetildirishga tirishimiz. Bolalarimizni, bo'libmi qizlarimizni oila tuyg'usi kuchli bo'lib tarbiyalash intayin muhim. Bu muhim. Biroq bütün umidini, hamma taqdirini, hamma narsani erga bog'laydigan va yoki shu yaxshi erga tepib tegsalam bütün dunyoda baxt ichilib ketirgandek ma'qul ideyaga akab qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Baxti ichilmay qolsa shuning bilan bir kishi shundan yaxshi ko'mseliqdek o'zini tashlaydigan yoki u bo'lgan avvallar yoki o'zining hayotidagi nishonini yo'qotib qo'ydigan bu ishlar yuz berdi. Shuning uchun
Men o'ylayman, qizlarimizni nihoyatda yuksak ulug'vor g'oyalar bilan o'qish kerak. Shunda g'oya tikilishiga yordam berishimiz kerak. Curie ailəsinin er ayollar barabarlik ro'yi. Curie ailesi başdan axir tabiat, balalar və qo'shnilarni qizg'in so'yish prinsipiga ching turib, bir jamiyatdagi 4 olimdan ikkisining Nobel mukofotiga erishdik shajarasini yaratgan. Curie ailesidagi 2 odamning bir vaqtda Nobel mukofotiga erishishi tarixda ko'rilib boqmagan ish. Mundaq sharaf har qanday bir mashhur oila va Oqso'ngak oilasiga nisb bo'lgan emas. Bir davlatning Nobel mukofotiga erishgan olimni yetishtirib chiqmoqmi intayin müşkül turg'uliq. Bir jamiyatning Nobel mukofotiga erishgan 3 olimni tarbiyalab chiqishi kishining qalbini cho'nqur hayajonga soladi. Nobel mukofoti tarixida 2 avlod odamning Nobel mukofotiga erishdik misollar intayin oz ko'rildi. Bularning ichida Joseph Thomson 1906 yil Nobel fizik mukofotiga erishgan va uning o'g'li Johann Thomson 1937 yil Nobel fizik mukofotiga erishgan. Nielsen Bohr 1922 yil Nobel fizik mukofotiga erishgan va uning o'g'li E.J. Bohr 1975 yil Nobel fizik mukofotiga erishgan. Bularning hammasi ota-onasi birlikda Nobel mukofotiga erishganlarning tipik misoli. Bular bilan selishtirganda Curie ailesi erishgan natija texmi shalliqdir. Curie xonim 1903 yil Nobel fizik mukofotiga, 1911 yil Nobel ximiya mukofotiga erishdi. Shu orqali Nobel mukofotining qo'sh tojliq rekordini yaratdi. Uning qizi Jorio Arayal sun'iy reaktivlik elementlarini bayqag'achqa 1935 yili Arayal ikkisi Nobel ximiya mukofotiga erishgan. İkisi birlikte Nobel mukofotiga erishdi hamda Nobel tarixida mo'jiza yaratdi. Bularni tushungandan keyin Curie Arayalning buyuk kuchiga har qanday odam qoyil bo'lmay turolmaydi. Gerçi Curie Arayal her ikilisi olim bo'lsa-mu, ammo ular qo'l tiqqan soha o'xshamaydi. Curie xonim bo'lsa fizik olimi, yo'ldoshi bo'lsa ximiya olimi. Ikkisining kasbi o'xshamagan turg'uliq. Ular yana tadqiqotda qandaqsiga yordamchi bo'la olgandi? Bu masalaga qarata Curie xonim o'rtaq tadqiqot uchun ayollar bir-birining kamchiliklarini to'liqlay oladi degan edi. Amaliyotda Pierre Curie umrlik amra izlaganda nishonini o'zi bilan birlikda fan tadqiqot bilan shug'ullana oladigan ayolga og'dirdi. Bu xil ahvolda Maria Curie dal u izlayotgan muvofiq nomzod bo'lib qoladi. Ikki yosh olim o'zaro ko'nib qolmasdan, balki yana fan tadqiqot sohasidami yaqindan mos keladi. Xarakter jihatda bir-birini to'liqlaydi. Yo'ldoshi ehtiyotchanroq, lekin ayoli jigarlik ham jonliq bo'lib, ikkisining hamkorligi birlashtirilgan qo'sh xanjardek unum berdi. Pierre bilan ayoli barobar salohiyat va layoqat sifatida tadqiqot xizmati bilan shug'ullanadi. Hamda ayoli bilan birlikda natija va shon-sharafdan tang bahramon bo'ladi. Buni ayni chog'da olqimi ideya deb atashim mumkin. Bugungi jamiyatda bizning Curie ayollardek ayollar barobarlikni ishga oshirgan odamlarni izlab topmoqimiz intayin tasga to'xtaydi. Buning bilan selishtirganda Curie xonim bilan quyuq munosabatda bo'lgan Einstein er-xotinning ahvoli tubdan o'xshamaydi. Einsteinning xonimi garchi Einsteinning nisbiylik nazariyasi tadqiqotiga cho'ng yordam bergan bo'lsa-mu, ammo Einstein tadqiqotni yolg'iz vujudga chiqardi hamda ular to'y qilib 16 yildan keyin o'zi taloq qarab qilish sababidan ayoli bilan ajrashib ketdi. Maria Curie tarixda tunji Nobel mukofotiga erishgan ayol bo'lish sifati bilan uning ahamiyati bakmi cho'nqur bo'lgan. Keyin u yo'ldoshi bilan Sobin universitetining professorligiga taklif qilindi. Sobin universiteti tarixida Curie xonim Sobin universitetiga taklif qilingan tunji ayol professor bo'lib qoldi. Mayadikisi Sobin universiteti keyingi Parij universiteti deb o'zgartirilgan. Suyimlik azizlar, biz hammamiz bolalarimizda maslanga, mencha bolam bo'lsa, birisini olim qilsam, birisini qori qilsam, birisini harbiy qilsam, birisini siyosiy qilsam degandek bunday orzularimiz bor, nurg'un kishilar bor. Bu kitobda hamma sohadan birdan maslanga yozuvchi Tagorninki bilan tanishdik. Nobel mukofotiga erishgan Curie xonimning hayoti bilan tanishyapmiz. Siyosiyon Kennedy jamiyati bilan tanishdik. Dangliq Sardarboy Valenburg jamiyati bilan tanishdik. Demakchi o'g'limlar, bularninki shu biz o'rganadigan, ulga qiladigan nurg'unlagan o'rtoqliklari bor, nurg'unlagan go'zal taraflari bor. Oilani muhim bilish, oilani hammadan muqaddas bilish tek bir nuqtani biz bu yerda his qila olamiz. Yana bir muhim nuqta shu. Qancha aldirash bo'lsaqmi, qancha tog'ni talqon, bog'ni bo'ston qilayotgan mashhur odam bo'lib ketsakmi, bolalarimiz va oilamiz uchun cho'qim vaqt ajratish. Shu nuqta biz ham hozir
bekarchilikning ichida qanchalik vaqt ajrata olayotimiz hammamiz o'ylab baqsaq bo'ldi. Masalan, oila yig'ini ochadigan an'ana qancha oilamizda bor. Birlikda o'tirib oila plani qiladigan, bolalarimizning o'quv o'qitish plani, ota-onalarning o'zini yuksaltirish plani, oilaning iqtisodini kuchaytirish plani. Bu vaqtda qanaq o'tirib daqamda bir-biri bilan o'zaro tushungan asosda shunday qila oladiganlar zodi qanchalik oilada bu narsa bor, buni qarash kerak. Oilalarningki kuchlik bir-biriga jipslangan holatda bir-biriga mürini mürgü terep qiyinchilikda birga tang mang'alaydigan qarindoshlar, ayollar o'rtasidagi munosabatni yaxshi ilib mangadigan, mushtaq rishtasi ching bo'lgan oiladan tarkib topgan bir jamiyat, nihoyatda go'zal bir jamiyat bo'ldi. Shuning uchun hammasi eng go'zal oila qurishdan boshlanish kerak. Bolalar cho'ng'igan oilasi ko'rganini keyin qurgan oilada ko'p alaqadek ko'paytib, shu o'zining oilasida ishlatib qoladi ko'pincha avvallarda. Shunga bizning amaliyotda nurg'un narsamiz bolalarga qondan o'tgan emas. Kunlik turmushda yashagan odat, tomoq, gap so'z, nurg'un narsalar bolaga miros bo'lib qolib qoldi. Shu go'zal narsalarni miros qoldirish uchun tirishaylik. Bugungi o'qishimiz mushada oxirlashdi. Atyan davom qilamiz. Ko'pchilik rahmat, Allohga omonat.